hozirgi erkaklarga ham oson emas. Avvalgi zamonda-ku mayli, erkaklar o'zini xotinidan boshqa xotinni ko'rmagan. Bugungi zamonda hamma xotinlar paranjida qopda yurganligi uchun uylangan yigitlar faqat o'zini xotinini ko'rganda, boshqa xotinni ko'rmaganligidan xotin zoti shunaqa bo'lar ekanda degan. Hozircha unaqa emas. Hozir erkaklar ko'chaga chiqsa, ko'chaga chiqsak, o ming turligi bor, oqi bor, sarig'i bor, ko'ki bor. U boshi aylanib qoladi. Qaramayman desa boru, tovoni balandda kelyapti, toq qilib qaramang kelyapman. Oson emas hozirgi erkaklarga ham. Fitna ko'p ko'chada. Ana shunchasini ko'rib, tinch omon uyga kelyaptimi? Uyga kelgandan keyin uydagi ayollar shunday chiroyli kutib oling. Chunki biling, eringiz mingta zajgalkalarning orasidan o'tib kelyapti. Yaxshi gapiring, o'zingizni chiroyli ko'rsating, bayramdek kutib oling, hammasidan o'zingizga zo'r devorsin. Oson emas hozir